Aytaveraymi? Aytavering. Kulmaysizmi? Yo'q. Raza yetmiş. Siz hozir 40 yoshdasiz, ishoning. Yo'q bre. Ko'chada Yoshlar qizlar chiqmasan, agar haqiqatdan shu davlenasi bo'lsa, yuragi siqilayotgan bo'lsa, bunaqa nimaga gap ko'tarolmaydigan bo'lsa ayting. O'sha choydan ichinglar. Siz 40 yoshdasiz, a? Yo'q. Bor bo'ling. Menga aytyapti, ko'chada chiqqan qizlar, ayollar. Assalomu alaykum, ota yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Rahmat. Yaxshi kelib oldingizmi? Adamimiz Qayerdan keldingiz? Yerishtondan keldi. Rishtondan keldingiz. Nima kasallik bo'yicha kelgan edingiz bu yoqqa? Ikkinchisimi, birinchisimi bu? Bu ikkinchi. Ikkinchi marotaba kelyapsiz. Avval nima kasallik bo'yicha kelgan edingiz? Daldadan ko'tarilib tushmasdi. Ha. Yaxshi bo'lib qoldi. Keyin ishim bo'g'ilib qolsa, bir turtib ovqat yemayman. Ha. İşleyim yaxshi bo'ldi. Dalillar chiqmay qo'ydi. Keyin asab buzilmay qoldi. Menga shu nimasi yo'qdi. Necha yoshdasiz hozir? Aytaveraymi? Aytavering. Kulmaysizmi? Yo'q. Raza yetmiş. Voy mashalloh, ko'z sinmasin. Siz hozir 40 yoshdasiz, ishoning. Yo'q bre. Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlarini iste'mol qilib, Ko'chada qizlar chiqmasan, ko'z sinmasin. ya o'sha choy bilan siroblarni yaqqan uchun odamlar ham aytyapti. Yosharib ketyapti. Mana betlarimda tirishlar bor edi, yo'qoldi. Asabim buzilmay qoldi, dalillar ko'tarilmay qoldi. Kasal bo'lsangiz shunaqa qo'llar ekanda. Kasal bo'lsangiz sizga ham ekan. Buni yaqinlarga ham tavsiya qilyapsizmi endi? Ha? Yaqinlarga ham tavsiya qilyapsizmi? Yaqinlarga tavsiya qilyapman. Endi uni yuragi ko'targan odam kelib aytadi. Men hozir bolalarim yutulida Dilmurodjonning zo'ridan bir kunda 3 mahal eksperiya ovqatdan oldi. Biz yaxshi o'qitadi. Endi bolalarga ham olib borib damladirdi. Mana ota, avvaliga sizda bu choylarimizga, doktor Ali shifobaxsh choylarimizga, mahsulotlarimizga ishonch bo'lgan bo'lmaganmi? Yo'q, bunga ishonch bo'lgani, avval bunaqa kasal emas edimda. Tez oldim. Keyin bu hozir sherigim bilan maslahat qilganda, aka bir atka ichib ko'ring dedi, ma'qul kezardi keyin boraveradi. Bir marta keldim, Dilmurodjondan gaplashdik, ancha suhbatlashdik. Choy yoqib qoldi. O'sha birovni ichmay qo'ydim, asab buzilmay qoldi. Yaxshi bo'lib qolganimcha yana keldim. Kechalari tinch uxlaydigan bo'ldingizmi? Kechasi yosh katta odam uyqusigan bo'ladi. Kunduzda bir soat uxlab olsam, kechasi uxlamayman. Ha. Kunduz uxlamasam, nimada radio eshitib yotsam, kechasi yaxshi. Mana uyqu yaxshi. Mana doktor Ali choylarini iste'mol qilganingizdan keyin davlin ham yaxshi bo'ldi deyapsiz. Yana qaysi kasalligingiz yaxshi bo'ldi? Aytyapman, dalin ham yomon edi. Asabim buzilib qolsa, siz bilan qirg'izcha aytganda, mana shu yaqin qolganingizni olishaveradi. Yaxtan yetib boring, tutib boring, yaqin qolsa bo'ldi. Aytishaveradi. Hozir aytishmay qo'ydi. Keyin birov mendan barat keladigan bo'lsa, kishina bo'lsam, "Xo'p aka, xo'p. Bilmabman, tavba qildim" deydi. Asab o'ynamay qoldi-da. Yana bunisi yetishmay qolsa ham bo'g'ilmayman. Mana siz yoshingizda ertaga bo'ladi. ota, mana siz yoshingizdagi insonlarga bemalol tavsiya qila olasizmi? Hay. Aytaveraman. Foyda ziyoni yo'q. So'raganlarga aytyapman. Mana meni ko'ryapsizlar ahvolimda, og'riqda emasman, yaxshiman. Sizlar ham shunday ichib ko'ringlar deyapman. Ha. Xo'p deyishyapti, kelsa ehtimol. O'zlari. Tushunarli. Buni majbur qilib kelamiz. Aytibman, bolalarim insul bir joyda yotadi. Shu hassa bilan qo'tiq tag qo'shni hassa bor, hassa bilan odatga borib keladi. Yotadi. Ular ham iste'mol qilishyaptimi? Yo'q, endi o'shani so'rab oldim. So'rasam, bir qaynatib bering dedi. Damlasin dedi. Bir kunda dedi, ovqatdan oldin 2 teladan. Ko'pbar. O'zi keyin dedi, talab bo'ladi dedi. Choydan bering deydigan bo'lib qoladi dedi. Choy beraveradi. Xo'p. Daha so'rab oldim. Ertadan boshlab keling aytaman, uni alohida choynakka damlab
Pilta qo'yib qo'ysa, issiqina turadi. Sen bizga damlab qo'ysa. Ota mana doktor Ali choyni ichsammikan, ichmasammikan deb ikkilanib turganlar bo'ladi-yu, shubha qilayotganlar. Ha. O'shalarga nima deya olasiz? Iching deydi. Agar haqiqatdan shu davlenasi bo'lsa, yuragi siqilayotgan bo'lsa, bunaqa nimaga gap ko'taradigan bo'lsa, aytadi. O'sha choydan ichinglar deyapti. Bir xil mablag'im yo'q deydi, bir xil aytadi, hozir yaxshi bo'lib qoldim deydi, bir xilni qanaqanidasi ko'rmaydi, bir xilni eri ko'nmaydi. Bor, shunaqalar bor. Tavsiya qilyapti, aytyapti. Rahmat sizga kattakon. Salomat bo'ling. 100 yoshga to'lganingizda ham siz bilan ko'rish nasib qildi. Rahmat. Sog' bo'ling. Albatta ketib turamiz, ko'rishamiz. Siz 40 yoshdasiz-a? Yo'q. Bor bo'ling. Menga aytyapti, ko'chalar ishmon qilsa, ayollar. Ko'z tegmasin, bor bo'ling. Kayfiyatlaringizga, o'zingizga, sog'ligingizga ko'z tegmasin. Salomat bo'ling. Rahmat. Kelib turing. Rahmat. Salomat bo'ling.